Agar sizda bank kartasi, telefon raqami, pasport ma'lumoti, onlayn ilova yoki oddiy SMS orqali keladigan kodlar bo'lsa, bu video sizga bevosita tegishli. Men bugun juda muhim masalani tushuntiraman. So'nggi paytlarda odamlarning pullari, kreditlari, shaxsiy ma'lumotlari va hatto nomiga rasmiylashtirilgan qarzlar aynan e'tiborsizlik sabab yo'qolmoqda. Bu faqat katta pulga ega odamlar muammosi emas. Bu har birimizga tegishli xavf. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga firibgarlar qanday ishlayotganini, qaysi belgilar xavfli ekanini, qanday hollarda vahimaga tushmaslik kerakligini va eng muhimi, hozirning o'zida nima qilish kerakligini aniq qilib aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar bir kun kelib sizni yoki yaqinlaringizni katta zarardan saqlab qolishi mumkin. Avvallari firibgarlik ko'proq bozorda, ko'chada yoki tanish-bilish orqali bo'lardi. Kimdir soxta hujjat ko'rsatardi, kimdir qarz olib qaytarmasdi, kimdir arzon mol va'da qilib pulni olib ketardi. Odam odamni yuzma-yuz ko'rar. Hech bo'lmasa kim bilan gaplashayotganini taxmin qilardi. Xavf bor edi, lekin u ko'proq real hayotda ko'rinardi. Hozir esa vaziyat keskin o'zgardi. Endi firibgar sizning uyingizga kelishi shart emas. U sizga telefon qiladi. Telegramdan yozadi, bank nomidan SMS yuboradi. Davlat xizmati xodimi bo'lib ko'rinadi. Yetkazib berish xizmati nomidan havola tashlaydi. Yoki tanishingizning akkauntini buzib, uning nomidan pul so'raydi. Eng xavflisi shundaki, firibgarlar oddiy odamlarning psixologiyasini juda yaxshi o'rganib olishgan. Ular odamni shoshirishadi, qo'rqitishadi. Hozir qilmasangiz kech bo'ladi, deyishadi. Hisobingiz bloklandi deyishadi. Nomingizga kredit ochilyapti deyishadi. Shunday paytda ko'pchilik o'ylamasdan kodni aytadi. Havolaga kiradi yoki kartasidagi pulni o'zi boshqa hisobga o'tkazib yuboradi. Oldin firibgar sizdan pulni qo'lma-qo'l olish kerak edi. Hozir esa siz bir marta SMS kodni aytsangiz yoki shubhali ilovani o'rnatsangiz, u bir necha daqiqa ichida kartangizdagi 500 ming so'mni ham, 5 million so'mni ham, 2 million so'mni ham yechib olishi mumkin. Ba'zan odamning o'z nomiga mikrokredit rasmiylashtiriladi. Masalan, odamning kartasida atiga 200 ming so'm bo'lishi mumkin, lekin firibgar uning telefon raqami, pasport ma'lumoti va tasdiqlash kodi orqali 1 million so'mlik onlayn kredit olib, pulni boshqa kartaga o'tkazib yuboradi. Keyin esa bank yoki kredit tashkiloti qarzni ayni hujjat egasidan talab qiladi. Men birinchi navbatda eng muhim qoidalarni aytaman. SMS kod, PIN kod, karta raqami, karta muddati, CVV kodi, bank ilovasiga kirish paroli va shaxsiy kabinet paroli hech kimga aytilmaydi. Hatto u odam o'zining bank xodimi, militsiya xodimi, soliqchi, prokuratura vakili, operator yoki tanishingiz deb tanishtirsa ham aytilmaydi. Haqiqiy bank xodimi hech qachon sizdan SMS kodini so'ramaydi. Haqiqiy davlat idorasi telefon orqali sizdan bank kartangizning orqa tomonidagi 3 xonali kodni talab qilmaydi. Haqiqiy operator sizdan telefoningizga kelgan tasdiqlash kodini aytishni so'ramaydi. Firibgarlarning birinchi usuli qo'rqitish. Masalan, sizga qo'ng'iroq bo'ladi. Sizning nomingizga kredit olinmoqda. Agar hozir tasdiqlamasangiz, qarz sizning bo'yningizga tushadi deyshadi. Keyin sizga kod keladi va ular kodni ayting. Biz operatsiyani bekor qilamiz deyshadi. Aslida esa o'sha kod operatsiyani bekor qilish uchun emas, aksincha, firibgarning bank ilovasiga kirishi yoki pul o'tkazmasini tasdiqlash uchun kerak bo'ladi. Odam qo'rqib ketadi. Chunki kredit so'zi ko'pchilikni vahimaga soladi. U shoshadi, savol bermaydi, telefonni qo'ymaydi. Firibgar aynan shuni kutadi. Ikkinchi usul, foyda va'da qilish. Sizga kompensatsiya chiqdi. Davlatdan yordam puli olasiz. Soliq qaytimi bor. Ish haqi bo'yicha qo'shimcha to'lov tushadi. Aksiya yutdingiz deyshadi. Keyin havola berishadi. Havolaga kirsangiz, ko'rinishi rasmiy saytga o'xshaydi. U yerda ismingizni, telefon raqamingizni, kartangizni va SMS kodni kiritasiz. Siz pul olaman deb o'ylaysiz, lekin aslida o'z hisobingizga kirish kalitini berib qo'yasiz. Men ko'p ko'rgan holat, odam 30 ming so'mlik yordam puli olaman deb 3 million so'mini yo'qotadi. Yana bir holatda ayol kishi bolalar puli bo'yicha tekshiruv degan soxta havolaga kirib, kartasidagi 7 million so'mni bir necha daqiqada yo'qotgan. Uchinchi usul, tanish nomidan pul so'rash. Telegram, Instagram yoki Facebook akkaunti buziladi. Sizga yaqin do'stingiz yoki qarindoshingiz nomidan xabar keladi. Iltimos, kartangda pul bo'lsa 20 million tashlab tur, kechqurun qaytaraman. Siz odamni taniganingiz uchun ishonasiz. Lekin 2 daqiqa telefon qilib,
ovozini eshitib tekshirmaysiz. Natijada pul firibgarga ketadi. Ayniqsa shoshilinch, kasalxonadaman, telefonim ishlamayapti, birovga aytma degan iboralar xavfli signal. Haqiqiy yaqin odam bo'lsa ham pul yuborish oldin albatta boshqa kanal orqali bog'laning. Telefon qiling, video qo'ng'iroq qiling yoki umumiy tanishingizdan so'rang. Birinchi navbatda bank ilovasidan faol foydalanadiganlar ehtiyot bo'lish kerak. Sizda bir nechta karta omonat, kredit, valyuta hisob bo'lsa, xavf yuqori. Chunki firibgar uchun sizning hisobingiz qiziqarli nishon bo'ladi. Lekin bu kartasida pul kam odam xavfsiz degani emas. Ba'zan firibgarlar kartadagi pulni emas, odamning nomiga kredit olish imkoniyatini qidiradi. Ikkinchi guruh ota-onalar va katta yoshdagilar. Ular ko'pincha telefon orqali kelgan rasmiy ohangdagi gapga ishonib qolishadi. Masalan, men bank xavfsizlik bo'limidanman degan so'zning o'zi ularga jiddiy tuyuladi. Firibgarlar esa juda ishonchli gapirishadi. Fonida ofis shovqini bo'lishi mumkin. Hatto ism familiyangizni aytishi mumkin. Odam demak, haqiqiy xodim ekan deb o'ylaydi. Aslida ism familiya, telefon raqami, hatto pasport seriyasi kabi ma'lumotlar turli manbalardan sizib chiqishi yoki oldingi ro'yxatlardan olinishi mumkin. Uchinchi guruh onlayn savdo qiladiganlar. OLX Telegram guruhlari, Instagram do'konlari orqali sotib oluvchilar va sotuvchilar juda ko'p aldanadi. Masalan, siz telefon sotyapsiz. Xaridor men yetkazib berish orqali olaman, mana pulni olish uchun havola deydi. Siz havolaga kirasiz. Karta ma'lumotini kiritasiz, pul olish o'rniga pulingiz ketadi. Yoki siz mahsulot sotib olmoqchisiz. Sotuvchi oldindan exir foiz to'lov qiling deydi. Siz bexus 1000 so'm yuborasiz, keyin u bloklab qo'yadi. Bunday holatda faqat arzon narxi uchmaslik kerak. Bozordagi narxi 5 million so'm bo'lgan telefonni kimdir 2 millionga shoshilinch sotyapman desa, bu albatta tekshirilishi kerak bo'lgan holat. 4-guruh ish qidirayotganlar. Firibgarlar uyda o'tirib kuniga 300 ming topasiz. Faqat karta ochib bering, pul aylanmasini qabul qilib berasiz. Komissiya olasiz degan e'lonlar beradi. Bu juda xavfli. Chunki siz o'zingiz bilmagan holda noqonuniy pul o'tkazmalarda vositachi bo'lib qolishingiz mumkin. Keyin firibgarlik bo'yicha ariza tushsa, pul sizning kartangizdan o'tgan bo'ladi. Men bilmagandim deyish har doim ham mas'uliyatdan qutqarmaydi. Agar kimdir sizdan kartangizni, telefon raqamingizni yoki bank ilovangizni boshqarishga berishni so'rasa, darhol rad eting. Men bu yerda muhim narsani ham aytaman. Har bir qo'ng'iroq firibgarlik emas. Har bir SMS xavf emas. Har bir bank xabari yomon belgi emas. Vahimaga tushish ham xato. Masalan, bankdan oddiy reklama SMS kelishi mumkin. Davlat xizmatidan arizangiz bo'yicha rasmiy xabar kelishi mumkin. Yetkazib berish xizmati sizga buyurtma kodi yuborishi mumkin. Lekin farq shundaki, haqiqiy xizmatlar sizdan maxfiy kodni boshqa odamga aytishni talab qilmaydi. Kod faqat sizning qurilmangizda sizning harakatingizni tasdiqlash uchun ishlatiladi. Agar siz hech qanday havolaga kirmagan bo'lsangiz, kodni hech kimga aytmagan bo'lsangiz, shubhali ilova o'rnatmagan bo'lsangiz, kartangizni begona odamga bermagan bo'lsangiz, odatda faqat qo'ng'iroqni ko'tarishning o'zi bilan pul ketib qolmaydi. Lekin qo'ng'iroq davomida sizni bosim ostida ushlab, ma'lumot olishga harakat qilishadi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l, shubhali gap bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Rasmiy raqamni qo'ng'iroq qilgan odamdan so'ramang, kartangiz orqasidan, bank ilovasidan yoki bankning rasmiy saytlaridan toping. Bir misolni olaylik. Erkak kishi 2 million so'm yig'ib kartasida saqlab yurgan. Unga bank xavfsizlik xizmatidanmiz. Kartangizdan pul yechishga urinish bo'ldi deb qo'ng'iroq qilishgan. U odamni tinchlantirish o'rniga shoshirishgan. Hozir javob bermasangiz pul ketadi deyishgan. Keyin unga kelgan kodni ayttirishgan. U men pulimni himoya qilyapman deb o'ylagan. Aslida esa firibgarlar uning ilovasiga kirib, pulni bo'lib boshqa kartalarga o'tkazgan. 2 million so'm 4 daqiqada yo'qolgan. Yana bir holat. Talaba qizga Telegramda kursdoshining akkauntidan xabar kelgan. Kartam ishlamay qoldi. 800 ming so'm tashlab tur, ertaga qaytaraman degan. Qiz ishongan, chunki akkauntda kursdoshining rasmi, eski yozishmalar ham bor edi. Lekin akkaunt buzilgan bo'lgan. U pul yuborgach, yana 20 million so'rashgan. Shunda u shuvalanib telefon qilgan va haqiqatni bilgan. Birinchi pul allaqachon ketgan. Bu yerda bitta oddiy qoida ishlamagan, pul yuborishdan oldin ovoz orqali tekshirish.
Uchinchi misol, ayol kishi internetda bolalar kiyim sotib olmoqchi bo'lgan. Narx juda arzon. Bozorda 2 marta ming turadigan kiyimlar 9 mingdan berilgan. Sotuvchi aksiya bugun tugaydi. Oldindan to'lov qiling degan. Ayol 306 ming so'm yuborgan. Keyin yetkazib berish uchun yana 7 ming deyishgan. U yana yuborgan. Keyin sahifa yo'qolgan. Bu kichik summa bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin firibgar bir kunda hech kishidan shunday pul olsa 20 million so'mdan ortiq pul yig'adi. Ba'zan odamlar men hech kimga kod aytmadim, baribir pul ketdi deydi. Bunday holatda bir nechta ehtimol bor. Birinchisi, telefoningizga zararli ilova o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Masalan, kuryer ilovasi, bank himoyasi, aksiya dasturi. Telefonni tozalash ilovasi degan nom bilan o'rnatilgan dastur SMS'larni o'qishi, ekrandagi harakatlarni ko'rishi yoki sizning nomingizdan amal bajarishi mumkin. Ayniqsa, Android telefonlarda noma'lum manbadan APK fayl o'rnatish juda xavfli. Bank, davlat yoki yetkazib berish xizmati hech qachon Telegramdan APK fayl yuborib, shuni o'rnating demaydi. Ikkinchi ehtimol, sim kartangiz yoki telefon raqamingiz bilan bog'liq xavf. Agar siz telefon raqamingizni uzoq vaqt ishlatmasangiz, ayrim holatlarda raqam qayta sotuvga chiqishi mumkin. Shu raqam eski bank hisoblari, ijtimoiy tarmoqlar yoki elektron pochtaga bog'langan bo'lsa, yangi egasi tasdiqlash xabarlarini olishi mumkin. Shuning uchun eski raqamni bekor qilganda avval bank ilovalari, davlat xizmatlari, elektron pochta va messenjerlardan raqamni almashtirish kerak. Uchinchi nozik jihat. Karta raqamini aytishning o'zi har doim xavfli emas, chunki karta raqami orqali sizga pul yuborishlari mumkin. Lekin karta muddati CVV kodi va SMS kod bilan birga aytilsa, xavf juda katta. Shuningdek, ba'zi havolalarda pul qabul qilish uchun karta ma'lumotini kiriting deyiladi. Aslida pul qabul qilish uchun ko'pincha faqat karta raqami yetarli bo'ladi. CVV va SMS kod so'ralayotgan bo'lsa, bu pul olish emas, pul yetish yoki xizmatga ulanish jarayoni bo'lishi mumkin. To'rtinchi jihat, rasmiy logotip bor ekan deb ishonmang. Bugun firibgarlar bank logotipini, davlat garbini, xizmat nomini, hatto rasmiy saytga o'xshagan sahifani juda tez tayyorlaydi. Siz sayt manziliga qarashingiz kerak. Masalan, bitta harf o'zgargan bo'lishi mumkin. Nuqta o'rniga chiziq qo'yilgan bo'lishi mumkin. Domen oxiri g'alati bo'lishi mumkin. Oddiy odam uchun buni ajratish qiyin. Shuning uchun eng to'g'ri qoida: SMS yoki Telegramdan kelgan havolaga kirib maxfiy ma'lumot kiritmang. Kerak bo'lsa, ilovani o'zingiz oching yoki rasmiy saytni o'zingiz yozib kiring. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, barcha bank ilovalaringizni tekshiring. Ilovaga kirib, siz bilmagan qurilmalar ulanganmi? Avtoto'lovlar bormi? Yangi karta yoki hisob ochilganmi? Kredit arizalari bormi? Shularni ko'ring. Agar ilovada qurilmalar xavfsizlik sessiyalar degan bo'lim bo'lsa, begona qurilmalarni chiqarib tashlang. Parolni almashtiring. Oddiy tug'ilgan sana 1001, 1234 telefon raqamingizning oxirgi raqamlari kabi parollardan foydalanmang. Ikkinchi qadam, bankka rasmiy kanal orqali murojaat qiling. Agar shubhali operatsiya bo'lgan bo'lsa, darhol bankning kol markaziga qo'ng'iroq qiling yoki eng yaqin filialga boring. Kartamdan men tasdiqlamagan operatsiya bo'ldi. Kartani bloklashni va operatsiya bo'yicha tekshiruv ochishni so'rayman deb ayting. Agar ilova orqali karta bloklash imkoniyati bo'lsa, vaqt yo'qotmasdan bloklang. Bu yerda har bir daqiqa muhim. Ba'zan pul bir kartadan ikkinchisiga, keyin yana boshqa hisobga o'tib ketadi. Qancha tez xabar bersangiz, to'xtatish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Uchinchi qadam, dalillarni saqlang. Qo'ng'iroq qilgan raqam, Telegram akkaunti, havola, SMS, chek, pul o'tkazmasi kvitantsiyasi, karta raqami, yozishmalar skrinshoti, qo'ng'iroq vaqti, hammasini saqlang. Hech narsani o'chirib tashlamang. Ba'zi odamlar uyalgani uchun yozishmalarni o'chiradi. Bu noto'g'ri. Siz jabrlanuvchisiz, dalil esa sizning asosiy rolingiz. Ariza yozganda taxminan aldashdi demasdan aniq yozasiz. Qaysi kuni, soat nechada, qaysi raqamdan, nima deyishdi, qaysi kartaga qancha pul o'tdi. 4-qadam. Ichki ishlar organlariga yoki kiberxavfsizlik bo'yicha vakolatli tuzilmalarga murojaat qiling. Arizada voqeani ketma-ketlikda yozing. Masalan, men falon kuni falon raqamdan qo'ng'iroq oldim. O'zini bank xodimi deb tanishtirdi. Mendan SMS kodni so'radi. Shundan keyin kartamdan 3 million 200 ming so'm yechildi. Ushbu holat bo'yicha tekshiruv o'tkazib, aybdorlarni aniqlashni so'rayman. Arizaga bank cheklarini, skrinshotlarni
Qo'ng'iroq tarixini ilova qiling. Agar kredit rasmiylashtirgan bo'lsa, kredit shartnomasi nusxasini, ariza vaqtini, IP yoki qurilma bo'yicha ma'lumot so'rashni ham talab qiling. 5-qadam, yaqinlaringizni ogohlantiring. Ayniqsa, ota-onangizga, turmush o'rtog'ingizga, farzandlaringizga, ishdagi hamkasblaringizga bitta oddiy qoidani tushuntiring. Kod aytilmaydi. Havolaga kirib karta ma'lumoti yozilmaydi. Pul yuborishdan oldin ovoz bilan tekshiriladi. Men ko'p oylarda shuni ko'rganman. Bir kishi biladi, lekin onasi yoki otasi bilmaydi. Firibgarlar esa aynan kamroq xabardor odamni nishonga oladi. Shuning uchun bu videoni ularga ham yuboring. 6-qadam, telefoningizni tozalang va xavfsizlikni kuchaytiring. Noma'lum ilovalarni o'chirib tashlang. Ilovalarni faqat rasmiy do'kondan o'rnating. Telefoningizga ekran qulfi qo'ying. Bank ilovasi uchun alohida kuchli parol yoki biometrik himoya ishlating. Telegram va boshqa messenjerlarda 2 bosqichli tasdiqlashni yoqing. Elektron pochtangiz parolini almashtiring. Chunki ko'p xizmatlar aynan elektron pochta orqali tiklanadi. Agar firibgar pochtangizga kirsa, boshqa akkauntlaringizni ham egallashi mumkin. 7-qadam, pulingizni bitta kartada ushlab turmang. Kundalik xarajat uchun alohida karta, asosiy jamg'arma uchun alohida hisob yoki omonat ishlatish ancha xavfsiz. Masalan, siz oy boshida 5 million so'm maosh oldingiz. Hammasini doimiy ishlatadigan kartada saqlasangiz, havola yoki kod xatosi sabab hammasi xavf ostida qoladi. Agar kundalik kartada 500 ming so'm qoldirib, qolgani boshqa himoyalangan hisobda saqlasangiz, zarar chegaralanadi. Bu firibgarlikni to'liq yo'q qilmaydi, lekin xavfni kamaytiradi. Agar pul yechilgan bo'lsa, bankka borayotganda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, karta yoki karta ma'lumoti, telefoningiz, operatsiya cheklari va skrinshotlarni olib boring. Bankdan yozma ravishda murojaat qabul qilingani tasdiqlovchi hujjat yoki ariza raqamini so'rang. Faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Keyin ariza holatini kuzatib boring. Agar nomingizga kredit olingan bo'lsa, kredit bergan tashkilotdan shartnoma nusxasini, ariza qaysi qurilmadan va qaysi vaqtda yuborilganini tasdiqlash qanday o'tganini so'rang. Men bu kreditni olmaganman. Shaxsiy ma'lumotlarimdan noqonuniy foydalanilgan bo'lishi mumkin. Tekshiruv o'tkazishingizni so'rayman deb yozing. Ichki ishlar organlariga ham alohida ariza bering. Bank yoki kredit tashkiloti kod kiritilgan. Demak, siz olgansiz deb aytish mumkin. Lekin siz baribir holatni rasmiylashtirishingiz kerak. Chunki keyingi nizolarda aynan hujjatlar muhim bo'ladi. Agar tanishingizning akkauntidan pul so'ralgan bo'lsa, darhol o'sha tanishingizga telefon qiling. Agar akkaunti buzilgan bo'lsa, u hammaga ogohlantirish berishi kerak. Siz esa pul yuborgan bo'lsangiz, chekni saqlab, kartaning qaysi raqamiga o'tganini yozib qo'ying. Ko'pincha firibgarlar bir martalik kartalardan yoki boshqa odamlar nomidagi kartalardan foydalanadi. Shuning uchun bu ma'lumotni tezroq bank va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga berish kerak. Eng katta xato. Men bilan bunday bo'lmaydi deb o'ylash. Men ko'rgan jabrlanuvchilar orasida o'qituvchi ham bor, tadbirkor ham bor, talaba ham bor, hisobchi ham bor, hatto texnikani yaxshi tushunadigan odamlar ham bor. Firibgarlik faqat bilimsiz odamni aldamaydi. U odamning charchagan, shoshilgan, qo'rqqan yoki xursand bo'lgan paytini tutadi. Kechqurun ish bilan charchaganingizda, ertalab shoshayotganingizda, bolangiz kasal bo'lib turganda, qarindoshingiz yordam so'raganda aynan shu paytda xato qilish oson. Ikkinchi xato uyalish. Odam aldanganini tan olishni istamaydi. Meni kulishadi. O'zim ahmoq bo'lib qoldim deb o'ylaydi. Shu sabab bankka kech murojaat qiladi, ariza yozmaydi, yaqinlariga aytmaydi. Natijada firibgar boshqa odamlarni ham aldaydi. Bu yerda uyat firibgarda bo'lishi kerak. Jabrlanuvchida emas. Siz tez harakat qilsangiz, o'zingizni ham, boshqalarni ham himoya qilasiz. 3-xato tekshirmasdan havolaga kirish. Bugun har qanday xabarni ko'rganda o'zingizga 3 ta savol bering. Men bu xizmatdan rostdan ham foydalanganmidim? Nega mendan maxfiy ma'lumot so'ralyapti? Men rasmiy ilova orqali tekshira olamanmi? Agar javob noaniq bo'lsa, to'xtang. Firibgarlar shoshiradi, mutaxassis to'xtab tekshiradi. Bugungi asosiy fikr shuki, SMS kodini hech kimga aytmang. Shubhali havolaga karta ma'lumotini kiritmang. Pul yuborishdan oldin odamni ovoz orqali tekshiring. Bank bilan faqat rasmiy raqamlar orqali bog'laning va shubhali holatda darhol kartani bloklang. Bu oddiy qoidalar ko'p hollarda millionlab so'mlik zararni oldini oladi. Men sizdan hozir bitta narsani so'rayman.
Bu videoni faqat ko'rib qo'ymang, yaqinlaringizga ham yuboring. Ayniqsa ota-onangiz, aka-ukalaringiz, opa-singillaringiz va ishdagi hamkasblaringiz buni bilishi kerak. Izohlarda yozing. Sizga ham shunday qo'ng'iroq yoki xabar kelganmi? Qanday vaziyat bo'lgan? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu kanalda oddiy odamlar bilishi shart bo'lgan muhim va amaliy ma'lumotlarni tushunarli qilib berib boraman.